Lübo bilen Joyun'dan zadı qaysı yaman. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olib filmning davomiga diqqat qilinglar. Shuhbatchalik haqida qissaga qarsak, bu yerdagi Joyun bilan Lüboni hammamiz yoqtiramiz. Chunki bu ikkisi alamdorlarchidagi birinchi qatorga tiziladigan eng qaltis polvonlar. Undaqda bu ikkisi tutishib qolsa, yakmak urushib qolsa, zodi qaysi yana. Endi bu yerdagi Lübo qarsak, yolg'iz shuhbatchalik haqida qissa emas. Jungu tarixidagi eng qaltis sanğullarning birisi mushu Lübo. Asardimi Xulaganda Yuanshao boshchiligidagi 18 taram qo'shini Dungjo qarshi ko'tarilib chiqqan vaqtingizda Lübo keyin keladi. Lübo kelgandan keyin qaysi jang Saiyingjan Lübo. Ya'ni uch qahramonning Lübo bilan tutishi. Bu yerda uch parchalik haqida qissatki dangdar sanğullar bo'lgan Guayu, Zhangfei, Lübo uchchi bir bo'libmi Lüboni yer ishlatilmaydi. Bu yerdagi Guayu, Zhangfeilar degan kim o? Bütün uch parchalik haqida qissatki birinchi safga tizilgan eng qaltis sanğullar tursa Lüboni demak turli bo'ldi. Endi bu yerdagi Joyun, Jozulun qarsak buning marti intayin ustun. Onun ustki mijoz xarakteri nayt eg'ir betsak qulluğu yumşaq degan ishni voyaga yetkazib urundaydigan uch parchalik haqida qissadiki en mükemmel sanğun deyishki bo'ladi. Lüboning bu nayt egiz, intayin baslik, nayt kuchtingir. Masalan shu vaqtimiz Zhangfei bilan urushgan vaqtning o'zidimi Zhangfei deb ketadi-ku. Voy uch urug'liq qo'l, bak kuchli ekansan-ku deb Zhangfeini datda yuzib o'tib qoldi. Endi bu uch parchalik haqida qissadiki Lübo bilan Joyunni selishtirganlik futbol maydonidagi Cristiano Ronaldo bilan Lionel Messi'ni selishtirganga o'xshaydi. Endi bu ikkisining jang qilish uslubida farqi bor. Joyun qarsak yaqin oraliqdan jang qilishga bir qadar mayr, intayin chaqqan, nayza qilish chiqib mayr, ot ustida piyoda yaxshi jang qila oladi. Lüboning bo'lsa kuchli ham intayin o'zgarishchan. Buning jang quroli Chasiyalman hammamiz bilamiz. Bu qadimgi davrdagi bir qadar ilg'or qurol hisoblandi. Buningda ham tiqidi, ham chapidi, ham kesidi. Shuning uchun Lübo bilan bo'lgan jang qarsaqmi, buning jang qilish uslubi intayin o'zgarishchan. Endi bu yerdagi Joyun, Jozulungning eng chong nom chiqargan jangi Baymadagi muasirni buzib o'tib, odini qutqizib chiqqanligi. Savsovning tuman ming kishlik qo'shiniga 7 qatim buzib kirib, 7 qatim buzib chiqdi. Mush vaqtning o'zida Shuchu, Lidian, Shuxuan qatorliq 3 sanğun bilan tang tutishib, bularning muasirsidan osonlik bosib chiqib olaydi. Yana 30 martamlar Zhonglioni mag'lub qilgan. Mushuning o'zida Joyunning alamartining Lübodan qilch qilishmaydiganligini belgili bo'ldi. Lübo qarsak, boya degan Saiyingjan Lübodan boshqa yana Yuanmin Shoji tashqi quvvatga o'q etish. Endi uch parchalik haqida qissada o'qya etishda Lübo o'zini men ikkinchi desa hech kim birinchi deyolmaydi. Endi bu jihatda Joyun Lüboga yetmaydiganligi aniq, buni tan olishimiz kerak. Endi bu ikkisining yakmak tutish qayeri yo'q. Bunda bo'lgan bo'lsa selishtirish oson bo'ladi-da. Biroq bu ikkisining o'rtaq tutishgan bir odam bor, ya'ni Savsovning yo'lboshsang'ini Shuchu. Shuchu bilan Joyun 30 martam tutishib, yengish ayrilmagan. Biroq Lübo 20 martamdalar Shuchuni yer tishlatgan. Demak, yuqoriqilarni xulosalab kelsak, Joyun Lüboni mag'lub qilolmaydi. Biroq Lübo'mu Joyunni andaq oson yengolmaydi. Balkim bu ikkisi 200 martam tutishib qolish mumkin. Eng oxirida yengidigini bo'lsa, endi tarixdan buyon uch parchalik haqida qissa 4 klassik asarning tadqiqotchilarining bayoni bo'yicha Yilu Arjao Sandianwei, Siguan Mal Yu Zhangfei. Ya'ni birinchisi Lübo, ikkinchisi Joyun, uchinchisi Dianwei, to'rtinchisi Guayu, beshinchisi Ma Chao, oltinchisi Zhangfei. Bu payqangbang bekarga chiqmagan. Ya'ni bu to'g'riliq qanday savolinglar bo'lsa, meni Guanju qilgandan keyin pingni qo'ysanglar, kashta bo'yicha davomli javob beraman. Rahmat.